Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Nechisi? 30 noyabr soat 12 dagi reysimiz. Bizniki odatga aylanyapti. 20 minut kech chiqish bor har kuni. Zakazingiz qachon bo'ldi? 2 kun oldin telefon qildingiz, keyin отказ qildim-da, 1 kundan keyin 1 kun qolganda qiling dedim. Kecha pul tashab qo'ydingiz. Ishonarlimi? Yolg'on narsa bormi? Tavsiya qilsam arziydi. Kenay joiz aytilgandaymi? Mayli, bunday qilib qo'yamizmi? Ishonarlimi? Bo'ldi, xo'p, shu narsa yetarli. Lutfulla aka qandaysiz? Zo'r. Qorin qanday? Qorin ham to'ydimi? Dumaloq bo'ldimi? Ketyapsiz. Ishonarlimi? Ishonarli zo'r. Yolg'on bormi aka? Yo'q, yo'q. Balkon degan kezda tushmaysizlarmi? Islom aka nima deysiz? Zo'r. Ishonarlimi? Yolg'on bormi yo'qmi? Hozir Javohir kelsin, o'ladi mendan. Aniq o'ladi. O'sha Javohir o'ldiraman, o'ting. Bitta sizga qarab turibdi. Kecha telefon qilgansiz. O'ting, ha, tagiga yoting. Baxtiyor aka qanday? Zo'r opa, tanjaningiz sog' bo'lsin. Namanganmi? Namangan Chortoq. Salom ayting Namanganga. Jamashiga salom ayting, Mingbuloqqa salom ayting. Siz nima deysiz? Zo'r sharoitlar. Ishonarlimi? Qisilma. Ha, teskari qarab olgansiz. Qarang bu yoqqa YouTube'ga, TikTok'ga. Murod qandaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Siz qolib ketgan qizingizga achinaman-da. Rosa sog'insa kerak, ha? O'zingiz yolyapsiz-ku. Ishonarlimi? Tavsiya qilsa arziydimi? Yolg'on bormi? Norbek aka, kechasi bilan gapirdingiz. Xorazmdansiz, ha? Aksentingizga qaraganda Xorazmda. Javohir nima deysiz? Ketyapman, ha, kutib olinglar. Kechikmay kelinglar deb qo'y bitta sizga qarab turgan avtobus. Dostonbek, siz ham 2 kundan beri gaplashyapsiz. Bunaqa bormi? Menda ham bor. Mana qarang. Mana. Nima deysiz? Ishonarlimi? Alaykum aziz yurtdoshlar, 5-dekabr. Kecha soatimga suv kiritsam kirmagan ekan, ozgina kir bo'lgan ekan, artib qo'ydim-da. 5-dekabr 12 dagi reysimiz 12 dan 5 minut o'tdi. Так, Ака Шукруллах, гражданин Таджикистан. Да? Заказ когда был у вас? Вчера? Надежный? Обман есть или нет? Ага, таджикский. Бапеш, Таджикистан. Что-нибудь на таджикский говорите, что остальные люди это знал, что пришел на 12 часов на первый рейс. Динара зовут меня. Динара зовут, вот, заказывайте. На таджикский можно здесь? Все, как, давайте. Что, таджикский не знаешь? Знаю, конечно. Бачо, Хама, куда совет этим бень. Бень, короче, заказ куне, я успеешь, мебен, хайп, короче.